Qani qadrdonlarim, biz bismillah deb ishni boshladik. Bo'lmasam, albatta iltimos qilamizki, videomiz boshidan bir donagina o'z laykingizni bosib qo'ying. Shu bilan ozgina bo'lsa-da mehnatimizni qadrlagan bo'lasizlar. Qadrdonlarim, ko'pchilik Belarus texnikalaridan so'ragan, shu sababli birinchi o'rinda e'tiboringizga Belarus traktor ko'rsatmoqchiman. Holati zo'r, qoramtir debdi. Mana ko'rib turgan texnikamiz orqasida selkalari bor, holati ideal, 50 million so'm deganlar narxini, savdosi bor albatta. Jizzaxlik akalar ko'pchilik Jizzaxdan ham texnika so'ragan, albatta sizlar uchun 90 kod bilan 180 38 44 telefon raqamlarini qoldirdik. Qadrdonlarim, aloqaga chiqib bemalol savdolashib olsanglar bo'ladi. Savdoga admin javobgar emas. Iltimos qilamiz, texnikani ko'rmasdan turib pul tashlab bermang. Savdoga admin javobgar emas, o'zingiz yaxshi bilasiz. Belarus texnikamiz haqida ma'lumot shu. Biz davom etamiz. Azizlarim, ko'pchilik albatta meni texnikalar qidirib yurgan akalarimiz ham bor. Izohlarda ham ko'ryapman. Albatta omad so'zini qoldirib shunaqa meni texnikalardan, traktorlardan so'ragan akalarimiz ko'pchilikni tashkil qiladi oramizda. Mana e'tiboringizga Lavol 224 traktor ko'rsatmoqchiman. Sotiladi. 2020-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Probig yurgani atiga 11300 km ekan. Rangi ko'k. E'tiboringizda ko'rib turganingizdek mana shu ekran yuzida. Albatta chizil, haydov, pritsep, kultivatsiya bor, yoqilg'i solyarka. Atiga $8000 kelishiladi narxi. Andijonlik akalar, videoga like bosib qo'ying. Albatta manzil Andijonda ekan. Akamiz 1 emas, 2 emas, 3 ta telefon raqam qoldirgan. Hammasini aytib o'taman. 93 243 4775, 93 638 8668, 93 243 4774. Savdoga admin javobgar emas. Bemalol bog'lansanglar bo'ladi. Men esa e'tiboringizga albatta kamazlardan ham ko'rsataman. Azizlarim, texnika ishqibozlari, albatta savdoga admin javobgar emas. Sababi bizda shunchaki reklama xizmati. Kamaz sotiladi. 1984-yilda ishlab chiqarilgan, holati ideal dizel. Narxi $9000, manzil Qashqadaryoda ekan. Telefon raqamlar qoldirgan akamiz, albatta telefon raqam aytishdan oldin bir donagina o'z laykingizni bosib qo'ying. Qarab ko'ring, agarda obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'ying. E'tiboringizda Kamaz telefon raqam 91 kod bilan 959 25 57. Buni motor holatlariga kluch tegmagan, albatta olasiz, faqat soqqani bosib haydab yursangiz bo'ldi debdi. Balonlarga keladigan bo'lsak, 10 ta balon ham ishqilib yaxshi holatda degan akamiz endi udar demagan, sababi bu ancha yurgan. Endi yiliga nisbatan bilasizlar qanaqa texnikaligini. Savdoga admin javobgar emas, ko'p gapirib o'tirmaymiz. E'tiboringizga bundanda sarlarni ko'rsatish uchun biz davom etamiz. Albatta ko'rib turgan texnikangiz, aytmasam ham bilasiz, Chakman. Bunaqa texnika bizga kamdan kam keladi. Narxini aytishdan oldin bir dongina laykingizni bosib qo'yasiz. Sababi do'stlar, buni narxi holatiga nisbatan o'ta arzon. Sababi do'stlar, narxini aytsam dod devorasiz. Chakman sotiladi. 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Yoqilg'isi metallar qo'yilgan, holati yaxshi, motorlari zo'r holatda, korobkalari yaxshi holatda degan narxini akamiz $21000 deb so'rayotgan ekan. Realni oladiganlar texnika bozorim kanali uchun albatta kelishtirib beradi. Kelishilgan holda balonlari ishqilib yaxshi holatda. Manzil Qo'qonda ekan. Telefon raqamlar aloqa uchun 77 763 50 05 telefon raqamlar qoldirgan akamiz albatta. Buning uchun albatta o'z laykingizni bosib, izohlarda fikringizni qoldiring. Shunchaki omad so'zini yozib qoldiring. Ozgina bo'lsa-da mehnatimizni qadrlagan bo'lasizlar. Men esa e'tiboringizga bundan nazar texnikalarni ko'rsatish uchun davom etaman. Albatta e'tiboringizda ko'rib turgan texnikamiz bu Xmig brendiga tegishli, albatta L550 FN pakurchigimiz, frontolni pakurchik sotiladi ekan. Kovush obyomi 3 kubalik. Buni albatta pakurchik haydab yurgan akalarimiz albatta tushunishadi. Gruzopod Yomnost 5 tonnalik, xullas 5 tonnalik ekan. Balonlar yaxshi holatda. 2020-yilda ishlab chiqarilgan, atiga 17000 soat ishlagan. Holatini aytib o'tdim, ideal holatda turibdi. Kovush deysizmi, balon deysizmi, motorlari deysizmi, ideal bez xarajatli holatda turibdi. Old taraflaridan ko'rinishni ham ko'rsataman albatta e'tiboringizga. Soqqani bosib aytsanglar bo'ladi. Narxini akamiz 300 million so'm deb qoldirdi va aloqa uchun telefon raqam 97 123 27 44 98 314 17 67. Texnika ishqibozlari, albatta hammasi sizlar uchun.
Bundan tasarlarni ko'rish uchun bizga obuna bo'lib qo'ying. Men esa e'tiboringizga shunaqa pakurchiklardan albatta yana bittasini ko'rsaman. Buning uchun bizga obuna bo'lib qo'ygan bo'lishingiz kerak. Obuna bo'lgan bo'lsangiz, obuna bo'ldim deb yozib keting. Albatta, kelgusi videoda qanaqa texnika chiqarishni ham davomiga yozib ketsangiz, siz izlayotgan texnikani chiqaraman. Pakurchik X Make brendiga tegishli zil 53 kubalik xullas 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Bu holati idealniy holatda ishlab turibdi deb akamiz qoldirgan. Motor holatlari korobkada umuman muammosi yo'q, motorlarida ham muammosi yo'q. Faqat naqdga sotiladi. Naqd $35,000 beradigan odamga shundoqqina beraveraman. Olib soqqani bossa bo'ldi deb qoldirgan. Faqat do'stlar srochniy pul zararligi uchun sotilyapti. Bo'lmasa egasini o'zi maza qilmaydigan texnika. Telefon raqam qoldiraman, buni tushungan tushunda. 93 565 08 06 telefon raqamlarini qoldirgan akamiz albatta bekorga bezovta qilmagan holda aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Savdoga admin javobgar emas, bizda faqat reklama xizmati. Azizlarim, qaytaraman, reklama xizmati. Albatta, reklama xizmatiga bog'lanish uchun 99 kod bilan 766 70 50 telefon raqamlariga bog'lansanglar, sizning ham texnikangizni albatta reklama qilib beramiz. Hyundai brendiga tegishli ekskavator 145 kuba 2016-yilda ishlab chiqarilgan. Ishlashga tayyor, qo'shimcha kavush, atboynik bor, ishga tayyor holatda 126,692 12,669,2 soat ishlagan. Menimcha shu 12,000-13,000 soat ishlagan. Albatta buni texnika biladigan akalarimiz tushunsa kerak. Izohlarda yozib keting, shunaqami, to'g'ri aytdimmi? Xo'p, do'stlarim, qadrdonlarim, ko'p gapirib o'tirmaylik. Buni narxini akamiz $85,000 deb qoldiribdi. Telefon raqami 88 952 31 telefon raqamini qoldirgan. Albatta akalarimiz izohlarda yozgan. Yangi shunaqa ekskavatorlardan ko'rsating degani uchun mana yangisidan, narxi ham yaxshisidan ko'rsatdim. Albatta qadrdonlarim, savdoga admin javobgar emas. Men albatta davom etaman. Hammasi Texnika bozorim kanalida. Volvo ekskavatordan ham bitta ko'rsatib o'tib ketish. Albatta Hyundai ko'rdik. Volvo'sidan ham ko'raylik. Qadrdonlarim, sizlar uchun albatta o'z laykingizni bosib qo'ying. Qizg'onmasdan shunchaki. Volvo ekskavator F145E 2010-yilda ishlab chiqarilgan, motorchasi 18700 plus gidromold faqat naqdga sotiladi, variant yo'q. Shitir sanaysiz, texnikani olib ketasiz, soqqani bosasiz. Tamom. Narxini akamiz 54500 deb qoldirgan. Telefon raqamlari 9744 7699. Azizlarim, buni ma'lumotlari kerak bo'lsa va manzillari kerak bo'lsa, albatta Texnika bozorim kanalining Telegram sahifasidan topishingiz mumkin. Albatta Telegram manzilimiz YouTube kanali biosotirda o'tib olib, albatta obuna bo'lib qo'ying va o'z reaksiyangizni bosib qo'ying. Azizlarim, bunga keladigan bo'lsak, telefon raqam qoldirdik, narxini aytdik, biz davom etamiz. Savdogingiz admin javobgar emas. Bunisini o'zingiz albatta bilasiz. MTZ texnikalardan so'ragan akalarimiz onamizdan anchani tashkil qiladi. Shu sababli biz 1025 ga 2 traktor MTZdan ko'rsatib o'tib ketmoqchimiz e'tiboringizga. Holati idealniy bo'lgan, ishga tayyor holatda turgan akkumulyatorlari bittada yonadi. Manzil Xorazm viloyati. Xorazmdan juda ham ko'p akalarimiz aytadi. Xorazmdan ko'rsating deb, albatta imkon qadar ko'proq chiqarishga harakat qilamiz. Xorazm viloyati Yangi Bozor tumanida ekan. Akamiz narxini 180 million so'm deb baholayotgan ekan. Albatta telefon raqam 91 423 50 50. Qadrdonlarim, buni ham shu yuqoridagi ekskavator kabi kimgadir qiziq bo'lib, bundan-da sara ma'lumotlari, yana sara texnikalari kerak bo'lsa, albatta bizni Telegram manzilimizdan topishingiz mumkin. Telegram manzilini aytib o'tib ketdim, albatta YouTube kanali yozib turibdi. Shundoqqina havolasini ustiga bosib o'tib olib, obuna bo'lib, reaksiyalarni bosib kuzatib borsanglar bo'ladi. Bunga keladigan bo'lsak, savdoga admin javobgar emas. E'tiboringizga albatta Texnika bozorim kanali yana bitta traktor MTZ 821 ko'rsatadi. MTZ traktor 821 2018-yilda ishlab chiqarilgan. Holati zo'r, idealniy, vedushi, balnishniy egasi bir qo'l mingan xolos. 1480 motorchas atiga 1480 motorchas bu degani hali umuman yurmagan degan sababi 2018-yilda ishlab chiqarilgan motorchas 1480 atiga ishlagan xullas. Kraska yo'q, motor korobka zo'r, hamma joy ishlaydi, aybi yo'q. Telefon raqam 93 337 84 88 95 010 83 95. Narxi 200 million, kami bor. Albatta qadrdonlarim, videomiz so'ngida shuni aytamizki, iltimos qilamizki, videomizga o'z laykingizni bosib qo'ying, o'z hissangizni qo'shasiz degan umiddaman. Izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Bizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying.
Savdoga admin javobgar emas, har bir texnikani biz shunchaki reklama qilamiz. Savdosini esa o'zingiz qilasiz. Hamma tushundi degan umiddaman. Hammaga omad!